Bugun tovada sizlar bilan gulli xonim tayyorlaymiz. Shunaqa suvli, mazali bo'lib chiqadi. Mantiqasxonni ham keragi yo'q. Xamiri uchun suv, tuz, tuxum yaxshilab aralashtirib un solamiz va qattiqqina xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni 20 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Nachinka tayyorlaymiz. Yog'siz qiymaga piyoz, tuz va xohishga ko'ra pripravalar solishingiz mumkin. Tingan xamirni yupqa qilib yoyib chiqamiz. Qancha xamir ko'p tinsa, shuncha juda ham oson yoyiladi. Yoyilgan xamir ustiga sariyog' yoki margarinni eritib yaxshilab surib chiqamiz va nachinkani solib bir xilda yopishtirib chiqamiz. Endi xamirimizni ingichka qilib kesib chiqamiz va kesilgan xamirlarni videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqamiz. Xamirlarimiz tayyor. Endi nachinka tayyorlab olamiz. Qizib turgan tovaga yog' solamiz, piyozni tillarang qilib qovurib, qolgan hamma mahsulotlarni solamiz. Tuz va paprika tomat pastasini ham solamiz va ustiga tayyor bo'lgan xamirlarni qo'yib, qaynagan suv quyamiz. 40 daqiqa pishirib olamiz. Ishtahangiz ochildimi? Robiyangizniki mehmonga keling.